Xitoy doiralari hozirgi Uyg'ur adabiyotining boshlamchilarini bir-birlab yo'qotmoqda. Egilishicha, tutqundagi adabiyotshunos shoir Abduqodir Jaloliddinga muddatsiz qamoq jazosi berilgan. Xabar qilinishicha, hozirgi zamon Uyg'ur adabiyotining yo'lboshchisi Urumchidagi Pedagogika universitetining professori Abduqodir Jaloliddin 2018-yil 21-yanvar Xitoy hukumati tomonidan jazo lagerlariga ilib ketilgan. U 2019-yil maxfiy sudda muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilingan bo'lib, yaqinda oshkora bo'lgan. Angliya yuqori sudi juma kuni Uyg'urlar haqida sunilgan paxta import qilishni cheklash arzinomasini rad qilgan. Xabarda deyilishicha, Dunyo Uyg'ur qurultiyi tomonidan Angliya yuqori sudiga sunilgan Angliya hukumatining majburiy emgak bilan chetishlik deb qaralgan atalmish Xinjiang rayonidan paxta import qilishga qarshi sunilgan arz bosh sudchi Ian Dover tomonidan rad qilingan. Bosh sudchining bildirishicha, Angliyaga import qilinayotgan paxtalarning majburiy emgak bilan chetishligi borligini isbotlaydigan dalillarning kamchil bo'lganligi sababidan mazkur arz rad qilingan. Ammo u to'liqlama bayonot berib, sud garchi yuqoridagi qarorni chiqargan bo'lsa-mu, Xitoy hukumatining Uyg'urlar ustidan ilib berayotgan keng ko'lamdagi kishilik huquq dafsandichiligi va majburiy emgak qilmishlarini inkor qilmaydiganligini bildirgan. Türkiye taratqullarining xabar qilishicha, Turkiyada hokimiyat beshidagi Adolat va Taraqqiyot partiyasi va uning ittifoqdoshi bo'lgan Millatchi harakat partiyasi tunugun 8-qitim iyi partiya va Xalqlarning demokratiya partiyasi o'tirg'i qo'ygan Sharq Turkistonda Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan jinoyatlarini tekshirish loyihasini rad qilgan. İyi partiya vakili Aydin Adnan Sezgin mundaq degan: Uzundan buyon hukumat sukut qilib, qarindoshlarimiz uchrayotgan ziyonkashlikka ko'z yumdi. Ziyonkashlikka uchragan yurtdoshlarimiz haqidagi izlanishlarimiz va faktlarni ko'rib turibmi, Oq partiya hukumati bizni Amerika va G'arbning hilasiga tushib qoldi deb aybladi. Amerika Moliya ministri Janet Yellen Xitoyning Afrika davlatlarini mablag' selish bilan qarziga batırganligini tanqidlab, davlatlar dastlabda ochiq-oshkora va yordam maqsad qilinganda ko'rinadigan yaltiroq savdodan ehtiyot qilish kerak dedi. Yellen 3 Afrika davlatiga qilgan ziyoratining tunji bekiti bo'lgan Senegalning poytaxti Dakardagi yosh va ayol korxonchilarni qarz bilan ta'minlaydigan savdo taraqqiyot markazini ziyorat qilganda so'z qilgan. Yellen so'zida Afrikadagi internet tori va raqamlik egilik tiklash uchun 350 million dollar mablag' selishni xohlaydiganligini bildirgan. Xitoyda cho'ng shaharlarda kunsir ko'payayotgan yuqumlanuvchilar Xitoy virus keltirib chiqargan yuqum to'lqini yuqori pallasini orqada qoldirgan bo'lsa-mu, lekin Xitoyning yangi yili bo'lgan chag'an mezgilda sayohat qiluvchilarning ko'payishi bilan yana bir yuqum to'lqini ko'rilishi mumkin ekan. Pakistanning Balojiston o'lkasidagi relislik yo'lda bomba portlash natijasida yo'lovchilar poyezdi relisdan chiqib 18 odam yaralangan. Xabar qilinishicha, Mochbazardan Peshawar shahriga boradigan yo'lovchilar poyezdi Bolan rayonidagi relislarga qo'yilgan yiroqdan kontrol qilingan bombaning hujumiga uchragan. Hujumda poyezdning parovozini o'z ichiga olgan 8 vagoni relisdan chiqib ketgan. 18 odam yaralangan.